Payg'ambarimiz alayhissalomdan ey Allohning rasuli, eng afzal musulmon qaysi odam deb so'rashganda, musulmonlar uning tilidan, qo'lidan omonda bo'lgan kishi dedilar. Eng afzal mo'min odam ilmlirog'i demayaptilar, saxiyrog'i demayaptilar. Eng afzal odam odamlar uning azoridan omonda bo'lgan odam. Bir odamni maqtasak, juda yaxshi inson, beozor odam. Mana bu to'g'ri ta'rif bo'ladi. Ya ilmli odam desak-u, bu yoqda boshqa ayblari bo'lsa, u ilm hurmatga sazovor bo'lmaydi azizlar. Saxiyligi bor, lekin bu yoqdagi odamlarni sal pastga urib qo'yadi gapi bilan, so'zi bilan. Chunki o'zi boyda. Bu saxiylik qayerda qoladi?